The Dubbing eng so'nggi animelar. Bu dunyoda ikki turdagi odamlar bor. Komikslarni yoqtiradiganlar va yoqtirmaydiganlar. Men albatta birinchilardanman. Ha, bo'ri odam qaytdi. Bu dunyoda ikki turdagi odam bor. Vahshiy mahluqotlarga ishonadiganlar, inson bo'lmaganlar va ishonmaydiganlar. Qaysi biriga tegishli ekanligimni aytishdan oldin, men Luis Hartman birinchi ishim haqidagi hikoyani siz bilan bo'lishmoqchiman. Ha? Nima? Luis. Ota? Bu onamniki edi. Uning tanasidan qon oqizib tashlangan. Hartmanni qabr qazuvchi vampir o'ldirgan. Yo'q. Shunchaki xurofot. Faqat haqiqiy jinoyatlar haqiqiy dunyoda sodir bo'ladi. Lekin hech qanday oddiy inson bunday odamni o'ldira olmaydi. To'g'rimi? Va bunday katta chuqurni qazish mumkin emas. Qabr qazuvchi vampirlar degan narsa yo'q. To'xta, Luis. Qo'yib yubor dedim. Siz politsiyachilar baribir qotillarni ushlaymisiz? Endi qarang, nima bo'ldi? U holda men qotilni o'zim ushlayman. O'ngimda eshik ochilgan ovozni eshitdim. Men uchun yangi eshik ochildi. Keyinroq ko'rishguncha, ota. Bu gulyash haqiqiy qishloq taomi desa ham bo'ladi. Uy uslubida pishirilgan taom. Bu bizning eng mashhur taomlarimizdan. Umid qilamanki sizga yoqadi. Adelina. Oho, Odo, uyga ketyapsizmi? Ertaga erta turishim kerak. Bugun otangiz kasalxonadan chiqadi. Qari odam meni kasalxonadan olib ketishimni talab qilyapti. Xo'sh, nega yo'q? Ota-onangizga g'amxo'rlik qilishingiz kerak.
Bugun yana aynalgani chiqdingizmi? Oxirgi ishdan beri 1 oy o'tdi. Xo'sh, o'zingizni charchatmang. Agar hushingizdan ketib qolsangiz nima bo'ladi? Ota-onangiz yuziga keyin qanday qarayman? Xavotir olmang. Otamni o'ldirgan odamni tutmagunimcha to'xtashga hech qanday imkoniyatim yo'q. Voynan, shu meni tashvishlantiryapti. Baribir bugun gulyash qildim. Sizga yoqadimi, to'g'rimi? Unda men sizga bir piyola olib kelaman. O'tiring. Eshit Luis. Haqiqiy jinoyatlar bularning ichida sodir bo'lmaydi. Ular faqat haqiqiy dunyoda sodir bo'ladi. Siz buni doim aytasiz, ota. Men buni shunchalik tez aytamanmi? Ha, albatta. Baribir bir narsani eslab qolishingni xohlayman. Haqiqiy dunyoga e'tibor berishni odat qilgin va men faqat tomosha qilishingni nazarda tutyapman. Buni qila olishni boshlaganingdan so'ng barcha muhim dalillar ko'zga tashlanadi. Qara. Otam o'ldirilgan kundan beri men hech qachon haqiqiy dunyoni tark etmadim. Komikslarda doimo paydo bo'ladigan maxluqlar va dunyoni qutqaruvchi qahramonlar hayotimdan izsiz g'oyib bo'ldi. Agar yana bir qurbon bo'lishini kutsangiz, kech bo'ladi. Qolaversa, qotil vampir bo'lishi mumkin. Tinchlaning, Lin Rainwave. Qotil vampir degan gaplar shunchaki bema'ni mish-mish. Shunga qaramay, erkinlikda ommaviy qotil yuribdi. Uni qo'lga tushirish uchun chora ko'rish kerak. Jur'at etma. Hartman detektiv agentligi bu qotilning izidan tushgan. Men uni tutaman. Men otamning qasosini olishim kerak. Qasos? Siz kabi bir nechta bola undan nima ham qilardingiz? Bolalar dedingmi? Unda bu sizni kim qiladi? Katta odammi? Yoki o'zingizni qandaydir super qahramon deb o'ylayapsizmi? Men Luis! U kim bilandir to'qnashib ketadi va hech qanday uzr so'ramaydi. Juda yomon odob. Kechirasiz. Lekin tushunishingiz kerak, Luisning ota-onasi 5-qurbonlar edi. U xususiy detektiv edi. Shaharda gap yuribdi, u qotilga yaqinlashayotganda va shuning uchun o'ldirilgan. Siz Luissiz, to'g'rimi? meni tinch qo'ying. Voy! Qarang buni go'zalligini. Bunday katta bog'ni parvarishlash juda ko'p mehnat talab qilsa kerak. Shahar aholisi g'amxo'rlik qiladimi? Adelina xonim qiladi. Ular ajoyib ekan, shunday emasmi? U nafaqat restoranni boshqaradi, balki bu yerdagi gullarga ham qaraydimi? Adelina xonim, siz haqingizda menga aytib berdi, Luis. Men sizning rahm shafqatingizni xohlamayman. Yo'q, gap unda emas. Shunchaki siz bilan men o'xshashmiz. Bu siz bilan ham sodir bo'ldimi? O'zimni oldinroq tanishtirishim kerak edi. Men Arne detektiv agentligidanman. Ismim Lin Rayvas. Arne detektiv agentligi? Bo'lishi mumkin emas. U bola ham detektivmi? Ha, Lord Arne, bizning agentlikning detektivi. U juda ham iste'dodli detektiv. Bu esa uni mening raqibimga aylantiradi. Luisson, biz bilan hamkorlik qilishga tayyormisiz? Bu bizga qotilni tezroq topishga yordam beradi. Men rad etaman. Men sizga allaqachon aytdim, men qotilni ushlayman deb. Lumenstedning eng qiyin ishlarini Hartman detektiv agentligi hal qilgan. Men otamning izidan boraman. Men hech kimdan yordam yoki rahm shafqat qabul qilmayman. Agar shunday bo'lsa, nega shunchaki ma'lumot almashmaymiz? Shunda siz hech qanday yordam yoki rahm shafqat olmaysiz.
Shunda biz bir-birimizga maslahatlar almashamiz. Lekin men agar sizga noto'g'ri yo'nalish bersam-chi? Unda men Li Raynas, Rotarianning yordamchisi sifatida o'z ismim bilan qasam ichaman. Siz yolg'on gapiryapsiz deb baqirishga va fosh qilishga. Xo'p, lekin men faqat ma'lumot almashaman. Bu haqida birinchi marta eshitganimizda biz darhol tekshiruvni boshladik. Yaqin atrofdagi shaharlar va qishloqlar shunga o'xshash hodisalar bo'lganmi yoki yo'qmi bilish uchun. Lekin biz bitta ham topmadik. Bu qadar qazuvchi vampir qotilliklar faqat shu qishloqda sodir bo'lyapti. Bu bizga qotilning bu qotilliklarni shu yerda sodir etishiga sabab bo'lishi kerakligini aytadi. Va yana bir narsa bor. Qotilning asosiy maqsadi inson qonini ko'p miqdorda o'g'irlash, Luis. Lordarni nega kimdir bunchalik qon ko'proq oladi? Men qayerdan bilay? Qon bu yerda qotilning qabr qazuvchi vampir deb atalishiga sabab. Ha, lekin qotil buncha qonni nima qiladi? Bu haqida fikringiz bormi, Luis? Ehtimol ichish uchun qotil vampir bo'lgani uchun emas, balki u vampir ekanligiga ishonadigan inson bo'lgani uchun. Siz vampirlar aslida mavjud emasligini taklif qilmoqchimisiz? Albatta ular yo'q va haqiqiy jinoyatchilar haqiqiy dunyoda sodir bo'ladi. Nimaga? Lin Raynvash? Men ham qotil vampir emasligiga ishonaman. Ha, chunki ular yo'q. Hozir sizga aytib beraman. Lord Arne bilan erta bilan morga borgandik va 11-qurbonning eng so'nggi jasadini ko'rishni so'radim. Jasadda hech qanday vampirga o'xshash tishlar izlari ko'rinmadi. Va qotil vampir emasligiga ishonchi sabablardan biri shu. Ikkinchi sabab esa qotil tomonidan o'g'irlangan katta miqdordagi qon. Qotil o'zining kuchidan foydalanib, qurbonni hamma qonini sug'urib olgan bo'lsa kerak. Ammo bundagi yig'ilgan qon ko'p miqdordagi aralashmalarni o'z ichiga oladi. Biz bilamizki, vampirlar nozik ta'mga ega. Shuning uchun iflos qonlar ularga umuman yoqmaydi. Demak, qotil vampir degan nazariya 100% ga teng. Bu nazariya allaqachon farazga asoslangan. Vampir kabi g'ayritabiiy mavjudotlar 100% asossiz bo'ladi. Lekin baribir Agar sizda boshqa baham ko'rish uchun ma'lumotingiz bo'lsa, olg'a gapiring. Qurbonlarning barchasi yirik erkaklar edi. Ularning yoshi, ishi, oilaviy ahvoli va qiziqishlari juda xilma-xil edi. Lekin ularning barchasi bir xil tana tuzilishiga ega edi. Demak, qotil katta erkaklarni tanlaydi, chunki ular ko'proq qon beradi, a? Qotilliklar kechasi va erta tong oralig'ida sodir etilgan. Va qotil har doim qurbonlarni yolg'iz bo'lganlarini qasddan nishonga olgan. qotil unda qanday ma'lumotlarni bilgan? U bir kechada Qotil unda bunday qanday noyob qotillikni ma'lumotlarni sodir bilgan? etishga qodir ekanligini hisobga olsak, qotil yoki juda katta odam yoki birgalikda ishlaydigan bir nechta odam bo'lishi kerak. Bu juda ta'sirli tekshiruv va deduksiya. Axir men Vincent Hartmanning o'g'liman-ku. Menda bor ma'lumot shu. Ma'lumot almashgandan keyin birga choy ichamiz deb o'ylagan edim. Mening bunga vaqtim yo'q. Men o'zim mustaqil ravishda tekshiruv o'tkazaman. Lenning saxovatidan kechish, ming o'lim bilan teng degan gapni eshitganmisiz? Yo'q. Xo'sh, endi eshitdingiz, a? Shunday emasmi? Men tushundim. Ha, mana oling. Kakao? Menga Adelina xonim sizga qanchalik yoqishini aytgandi. Mana oling. Marshmallow bilanmi? Albatta. Juda zo'r. Luisan, bu ishni hal qilganimizdan keyin nima uchun biz bilan ketmaysiz? Lord Arne ajoyib detektiv. Siz undan ancha narsani o'rganib olasiz deb ishonaman. Hey, menga yordamchi yo'llashga urinishni bas qiling. Uning saxovati Linni juda ham jozibali ko'rsatadi, bilasizmi? Albatta, avval o'ylab ko'rishni xohlasangiz men qarshi emasman. Men o'ylab ko'raman. Unda xo'p. Oh, bu pomidor sharbati. Pomidor sharbati bu. O qip-qizil, xuddi qonga o'xshaydi, shunday emasmi? Agar ichayotganingizni qon deb tasavvur qilsangiz,
O'zingizni vampir deb his qilasiz. Ha, sizdan qon hidi kelyapti va bu meni juda hayajonga soladi. Oh, bu shundan bo'lsa kerak. Boshqa narsa borligini bilaman. Va biroz ko'proq so'zroq qilsan, tasavvur yanada real bo'ladi. Bu nima? Onamning sevimli ro'moli. Otam o'ldirilganda u uni ushlab turgan edi. Otangiz onangizni juda yaxshi ko'rgan bo'lsa kerak. Haqiqiy dunyoda e'tibor berishni odat qilgan. Men faqat tomosha qilishni nazarda tutyapman. Meni yaqindan kuzatishni aytyapman. Hartman qabr qazuvchi vampir tomonidan o'ldirilgan, ammo dalil bormi? Yo'q. Bu bizga qotilning qayerdaligini aytadi. Bunaqa katta chuqur qaziy olmaydi. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Bular o'sha ikkovi edi. Luis, dahshatli narsa sodir bo'ldi. Luis! Odo o'ldimi? Ha, u o'z joniga qasd qildi. Nega? Yomonrog'i ham bor. U yerda o'z joniga qasd qilish xati bor edi. Unda shunday deyilgan. Men qabr qazuvchi vampirman. Lekin u Luis, balki endi otang tinchlik topishi mumkin. Luisson! Demak, qabr qazuvchi vampir o'zingiz ekansiz, Adelina xonim. Va kechasi siz sherigingiz Odoni o'ldirdingiz. Bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Siz Odoni o'z joniga qasd qilgandek ko'rsatdingiz. Shunda aybni unga to'nkashingiz mumkin edi. Voy, juda charchaganga o'xshaysiz. O'zingizni o'ldirasiz deb xavotirda edim. Otam va onam menga haqiqatni ko'rsatdi. Bechora, chalkashib ketgan bola. Ota-onasi ham o'ldirilib, ham ko'milgan. Otam o'ldirilganda u onamning ro'molchasini ushlab turgan edi. Unda u o'lim oldidagi xabarni qoldirdi. U meni sezishimni bilardi. U menga ishondi. Luis, Agar oq gullarni qizil suyuqlik bilan sug'orsangiz, gullar rangini o'ziga singdiradi va barglari oxir-oqibat qizil rangga aylanadi. Gullarni qizilga bo'yayotgan odam qotildir. Bu otam menga qoldirgan xabar. menga bu gullarning hamma narsasi yoqadi, rangidan tashqari. Shuning uchun men ularni o'zgartiraman. Ko'rdingizmi, bu menga mos keladi. Lekin bu faqat gullarning rangi. Nega bunday qildingiz? Inson qoni men xohlagan rangni olish uchun eng yaxshi narsa. Juda yorqin qizil. Xuddi o'z ko'zlarim kabi. Siz bitta narsada yanglishdingiz, Luis. Odo mening sherigim emas. Gol men sherigim edi. Men golem chaqiradigan jodugar emasman, ko'ryapsizmi? Hayır, Luis. Arne. Men bu yerdan boshlab o'laman. Yo'q, u vampirmi? Men oddiygina vampir emasman. Golem!
Vampir olamida qolgan vampirlardan ustun turuvchi 9 ta vampir qirollari bor. Juda qadim zamonlarda dunyoni zabt etish maqsadlariga erishish uchun o'sha qirollar o'z yuraklarini qurbon qilishdi. Nihoyatda kuchli, nihoyatda xavfli vampirni chaqirish uchun. Men o'shaman, Lord Arne Neuntote. Vampirlar mavjud. Jodugarlar va golemlar ham shunday. Bundan tashqari, u Arne Neuntote qahramonimi? Ota, bu haqiqiy dunyo. Luis! 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 Luissan! Ongimda eshik yopilayotgan tovushni eshitdim. Bu mening qisqa hayotim tugatganini belgisi edi. Golemlar! Men nekromsiyalik mahoratimni ishga solaman. Shunda sen nihoyat o'zing qasos olasan, Luis. Nega bunchalik cho'zilyapti? Xo'sh, nimani kutyapmiz? Avtobus shu yerdan o'tadimi? Yaxshi, piyoda boramiz. Nima? Kel, Leon Rainway. Xo'p. O'lada uxladi. Va nihoyat uyg'ondingizmi? Bu yerda juda ham ko'p uxladim deb o'ylayapsanmi? Hali ishlarimiz juda ham ko'p. Ha? Menga nima aloqasi bor, Endi esa asabimga tegyapsan. Shunday qilib, Arne detektiv agentligi yana bir ishni hal qildi. Ammo bizda vaqtni behudaga sarflashning vaqti yo'q. Hali ham men Lord Arne tomonidan hal qilinishi kerak bo'lgan ishlarni ko'rishim kerak.